Hurmatli aka-ukalar, Choyli bo'g'ozimiz 3-qoringa. Qaranglar, Xo'jaobod mol bozorida nech pul berishdi bunga? 23,5 berishdi akalar. Ha, qaranglar, turishini. Mol danak. Suti ham bor-a? Nechta suti bor? 8 ta suti bor akalar. To'rala apparati ham akalar zakoni ishlayapti. Sho'qlik, oqdim sho'q quloq. O'ta ham go'zal edi akalar. Nechinchi bolasi bu? 3-sini tug'adi. Sotilar. Nomer qoldirasizlarmi? Nomer bormi? Qoldirasizmi nomer? Nomer qoldirilmaydi akalar. Bolani dahshat berib qo'yibdi lekin bolani. Ha? Bolani zo'r berib qo'yibdi. Bola gibridmi? O'xshab turibdi bola gibrid. Akalar, yana bola. Bola novvoscha. Qonida ham bormi yo'qmi? Ha, qonida ham bormi yo'qmi? Buqaga qo'yilgan 21-kuni. Buqaga qo'yilgan ekan 21-kuni. Bolani zo'r berib qo'ygan. Bola cho'zilib o'zi ham yomon katta bo'lyapti. Bu hali 1 oyga bordim bolasi. 1 oyga bordimi? 40 chiqib qoldi, o'xshab turibdi. O'zi katta mol ekan. Sotilma tova 46 pul ekan. 46 dan qaytibdi akalar. Qaranglar. To'rala putagi ham joyida. Orqalari ham keng narsa ekan. Ketdi javob. Bo'g'oz ishqibozlariga. Ey, nomeringizni aytasizmi, qani? Nomerini aytamikin? Nomerlarni qoldiramiz desam, bolasi endi ortda 7 savolyapti. Nomer qoldirasizlarmi? Nomer. Qanaqa ketisheringiz? Hurmatli aka-ukalar, gumonga qo'l soldirilmagan, tekshirtirilmagan. Nechinchisiga, ikkinchisimi, uchinchisimi? Uchinchisiga akalar gumonni qaranglar. Ajoyib emas, ana bittasi ham gumonda deb sotilib bo'g'oz chiqib qoldi. Bu ham bo'g'oz chiqib qolishi mumkin, yolg'iz Alloh biladi. Puli qancha buni? 25 kami bor akalar. Nech pul berishdi bozor? 20 berdimi? 20,5 bozor berdi akalar. Mana qaranglar. Nomer qoldirasizmi? Telefon nomeri 93lik 275 necha? 4774 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. 7 oylik bo'g'oz akalar. Yelilari ham yelim qo'zg'ab qopti. Puli qancha buni puli? Puli qancha puli? Aka, pulini aytmaysizmi mo'molingizni? Buni-da. Xullas kalom puli aka 18 million kami bor. Mana putaylari. 18 million kami bor. Birinchisiga hali kurechlar chizishda. Shivey so'raganlar. Akalar 18 million kami bor. Nomerni aytinglar. Dastavkasigacha qilib beramiz. Dastavkasigacha qilib beriladi. 94lik 233 38 39 nomer. Aloqaga chiqaverasizlar akalar.
Necha oylik bu? Aka Taylandni ko'ring, Tayland. Orqa tomonda olib. Xitoylari ham zo'r aka. Aka buni ishlari 8 ta butun. 2 oylik gumoni bor. 6-7 litr suti bor. Aha. Puli 16 million kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beraman. 16 million kam bor, dastavkasi vodiy bo'ylab aka. 94 233 38 39 nomeriga aloqalashib telefon qilaversin aka. Ikkita moli mana shu yerga bozorga chiqqan, yana ko'p hali. Aka Taysero. Taysiro. Qilishbek Chorva kanaliga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. 100 bosinglar chiqadi aka. Bo'ldi ukalar. Hurmatli aka-ukalar, bo'g'ozlar qatoridamiz. Bu bo'g'ozmi bunimiz? 6 oylik. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga akalar 6 oylik bo'g'oz ekan. Anjan yurmayapti. Anjan 10 litr suti bor. 10 litr suti bor, bir chini qaymoq. Akalar. Nech pul savdosi bo'lyapti hozir? Nech pul bo'lyapti savdosi? Aka 22 million 300 bo'lyapti. Hozirgi savdosi. 22 million 300 bo'lyapti hozirgi paytda. Sotilmayapti. Bor aka. 8 taga olaversin. 10 ta suti bor, 8 taga olaversin akalar mana. Mana shu molimiz. Yeb ichishi hamma yo'g'i joyida, yuvoshligi joyida. Saqib ko'raverasiz. Nomeringizni aytib bering. 93lik. 112. Nechi? 112. 112 45 45 40. Aloqaga chiqaverasizlar kelib 45 40. Akalar mana. To'ralar apparati ham joyida, yuvosh, o'ng chap tanlamaydi, bemalol mol yuvosh. Mol yuvosh, o'ta ham go'zal. Nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasini bepul qilib beraman. Kelishib olinsa, dastavkasi bepul akalar. Shoshilamiz, yuvosh mollar rasa chiqibdi akalar. Aka, rossiyskimiz necha oylik bo'g'oz bu? Bu birinchi marta bo'ldi. 28 kun. Gumon ekanda. Hurmatli aka-ukalar, 28 kunlik birinchi marta qo'yilgan deyapti. Birinchi martdan bugun mana 28 kunlik bo'ldi gumonga. Nechinchisiga? Uchinchisini endi agar qochgan bo'lsa akalar, tug'adi ekan. Bo'ylari akalar buru 40 ga boradi akalar bo'ylari. Mana to'ralab putagi ham. To'ralab putagi ham joyida ekan. 15 taga javob beradi. 18 ta suti bor, 15 taga javob. Yeb ichishiga bir hafta sinov muddati bor sutlariga akalar. Sotiladi. Go'zal narsa. Orqalari ham keng mana rossiyskiy qaranglar. Bu putaydi qaranglar, putaydi. Qozonni zo'r solgan ekan. Nomeringizni aytib bering, nomeringizni. 94 lik. 264 86 94. Aha, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Begus kanalidan ko'rib telefon qilyapman deb bog'laninglar akalar. Hurmatli aka-ukalar, 8 oylik bo'g'ozimiz. Nechinchisiga? Birinchisiga. Birinchisi mol katta mol lekin. Mol haqiqatan katta. Bo'ylari bir 40 ga boradi ekan. 40-45 bo'ylari. Bo'zagan, buzmagan. Tishini buzmagan bo'zak. Katta molni bolasi ekan-a? Katta mol bo'ladi. Enasi 40 ta sut bergan ekan. Enasi 40 ta sut bergan. 40 ta sut bergan deydi. O'zi tishini buzmagan, ikki tish bo'lmagan. Ikki tish ham bo'lmagan. Bo'zak akalar. Puli qancha ekan? Bu 40 million. 40 million. Kichik ekan bu. Nech pul berishdi bozor? 36 yarim beryapti. Bozor akalar 36,5 beryapti, sotilmabdi. Nomeri aytib bering, nomeringizni. 33lik. 33lik 566 566 16 12 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hurmatli aka-ukalar, uchinchisiga bo'g'oz 7 oylik. Bunimiz rossiyskiymi bu? Ikki ham rossiyskiy.
60 milyon bunisi 55 milyon. Mo'sa 60 million, bo'lsa 55 million. Bu 20 kun tuganlar. Mo'mi? Mana akalar 20 kunda tug'adi ekan. Rossiyskiy ishqibozlariga. Semental rossiyskiy bu, ha? Bu ham semental rossiyskiymi? Bu ham aynaqa akalar, katta mol lekin. Sutlari nechta suti? Yo, tug'sa suti nechta beradi ularning suti? 20 tadan sut beraveradi akalar, men qaranglar. Aylantirib har taraflama ko'rdik mana. Men qarang, voy jonivar, men qarang. Xitoyda ham qozonni ham zo'r beradi ekan-da, lekin qarang. Katta mol ekan haqiqatdan. 97 lik. 97 lik. 096 03 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Idish haqiqatan katta. Bulovoshimi eshik? Jalaquduq. Jalaquduqli akalar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar yelinlari. Bir ekon go'shenda mana shuni fonga olaylik. Ashuni ushlab turing, yonboshdan olaman bitta. Assalomu alaykum hurmatli Begis kanalining obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Baraka bo'lgan joylardan akalar, mashvetimiz baraka bo'ldi. 44 million so'mga bo'g'oz sigirimiz baraka bo'ldi. Bo'g'oz sigirimiz baraka bo'ldi. Necha oylik bo'g'oz ekan bu? 2 oylik. 2 oylik bo'g'oz akalar, savay, 15 litr suti bor. Men qarang, oq quloqim, oq tumshuq. Bo'ylari 1.40 dan balandda ekan. Xitoylari ham vashi dahshat, men qaranglar. Yuvoshligi vashi dahshat ekan, men qaranglar akalar. To'ralab Xitoydan ham sutlar sog'ilyapti. Mana. Yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida deyapman. Shoqlik, savay tozalari. Germanlarning zo'ri kelyapti akalar mana. Bu Germanda qaranglar ketishi. Xitoylar ham afshi katta narsa ekan. Hurmatli Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli chorva ishqibozlari. Biz Andijon viloyati Xo'jobod tumani chorva bozoridamiz akalar. Bugungi sanamiz shanba. Akalar, bo'lmasam biz videolarni boshladik. Sizlar uchun mana qangi shvetlarni tozalari kelibdi. Bir voshdan obzorini qilaman. Bo'ylari 1.30 ga yaqin akalar. Yaxshi zo'r bo'g'ozlarimizdan kelibdi akalar. Xitoylarni ham qarang, suti ham bor ekan, endi Kanal bu. akalar 29 million so'mga so'ralyapti. Necha oylik bo'g'oz? 3 oydan o'tgan. 3 oydan o'tgan akalar bu bo'g'ozimiz ham. Vashi dahshat. 29. Mana akalar 44 millionga olinganimiz arqon taqilishni boshladi. Yangi arqon. Ha, qaranglar. Turishini. Savay shvetlardan. Endi akalar mana yerda ham go'zali bor ekan. Bu qirg'izmi bu aka? Shveddan. Nech pul bu? Bo'g'ozmi? 8 million. Ha? Bo'g'oz. 48 million? Necha oylik bo'g'oz? 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz akalar. 48 million so'm baho aytilyapti. Bu Xo'jobodga go'zal shvetlardan ketdi, mana qaranglar. Ikkovini ham e'tiborli joyda, mana unimiz sal balandroq, katta mol ekan. Xitoylari ham chandirligi ham bor, chandiri ham shunday ekan. Ha? Oldindan gapirib,
Aka necha pulga oldingiz? 62.6. Bo'g'ozmi? Ikkovi ham bo'g'oz akalar, 62.6. Boş. Shved. Bu ham katta mollardan o'g'rilar. Bir-biridan go'zallari chiqdi akalar. Puli yengil so'raganlarga. Aka necha oylik bo'g'oz ekan bu? 5 oylik. Nechinchi qorin? 3-qoringa akalar 5 oylik bo'g'ozimiz. Puli qancha ekan? 28 dan boradi. 28. Necha pul berishdi bozor? 24,5 aka. 10 litr sutga javobga beraman, 12 ta sog'yapti. 10 litr suti bor ekan akalar. 12 ta sog'ilyapti, 10 litr sutga javob. Pul nomeringizni aytib bering. 90 210 210 70-77 akalar hozir ko'rsatamiz. 210 70-77 akalar. Mana shu molimiz. Qayerda moli bu? Andijon. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Tog'a sizniki. Begus. Necha pul bo'ldi bu? Yo, hozirgi bu, ha? Hozirgimi bu? Necha oylik aka? 2 oylikdan o'tgan akalar mana. 2 oy. Golshtinlardan kelyapti mana. Golshtin semental Golshtin kelyapti. Tog'a necha oylik bo'g'oz bu? 5 oylikga 3-chi. 5 oylik 3-chisiga. Puli qancha ekan? 23,5 beryapti. 23,5 berilyapti akalar. 5 oylik bo'g'oz 3-chisiga. Mana. Xitoylari ham, to'ralar apparati ham joyida ekan. Qirg'iz shekilli bu, ha? Qirg'iz emasmi? Qirg'iz, o embleması ham turibdi-da. Qirg'iz ekan akalar. Qirg'iz Bishkek ishqibozlariga, Qirg'iz mol boqaman deganlarga akalar mog'orilar. Turishi ham vahshiy dahshat. Olib o'tdik. Nomer aytilmaydi. Akalar yana mana bitta zo'ri. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 5 oylik. Akalar 5 oylik bo'g'ozlarimiz. Bu ham Qirg'iziston, ha? Qirg'iz akalar. Mesni, Shvit. Mesnimi? 5 to'g'ridan Puli necha pul ekan? Bunga aka 26 million deyapti. Bozor necha pul berishdi? 23 million beryapti. Bozor 23 million akalar, 26 million baho aytilyapti. Berilgan narxi 23 million akalar. Nechinchi qoringa? 3-qoringa. Suti ham bor, ha? 5 litr suti. 5 litr akalar, bir xamir suti ham bor mana. 5 litr sut, bir chini qaymog'i bilan. Nomeringizni aytasizmi? 97lik. 1777 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Begus kanaldan ko'rdim deb telefon qilaverasizlar akalar. Necha oylik bo'g'oz aka? 3,5 oydan o'tgan akalar mana shu bo'g'ozimiz. 4-chisiga. Katta mol akalar, lekin javob deb ha? beraman. 7 ta sut. 7 ta sutga akalar. 4-chisiga. 4-chisiga necha pul berishdi bozor? Bozor aka 20 million berishyapti. 20 million sotilmadi. Nomeringizni aytasizmi? 94 94lik. 136 64 67. 67. Qayerda moli bu? Jalaqi do'dim. Jalaqi do'di moli ekan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, hurmatli jigarlar. 7 oyga borib qolgan mana shu bo'g'ozimiz akalar. Tozaqon nemis shvedlarimiz, muqoraylar turishlar. Nechinchisiga bu? Nechinchi qoringa? Ikkinchi qorin akalar. 7 oyga borib qoldi. 7 oyga borib qolgan. Shalpon quloqlardan. Ha, turishini qarang.
4 yuragimiz akalar 7 oyga to'lgan. Puli qancha ekan aka buni? 55 deyapman aka. Necha pul berishdi bozor? Qarab bering. Tamam, oz berib. Bozor qirib berdi akalar, 55 kami bor. To'qol sirazi betdan ket deganidan ekan qaranglar. Oq tumshuq, oq quloq, toza sichqon, shved nemisimiz. Nomer aytasizmi shet? Telefonim yo'q aka. Nomer aytilmadi akalar. Orqalari ham keng, katta narsa. Qaranglar jonivor. Aka to'yni bo'lsangiz bo'ldi, yomon yedim. Xitoylari ham anaqa ekanda. Xitoylari ham ashrab qoldi. Zo'r akalar. Akalar bugun faqat shvedlar makoniga kelib qo'yibmiz-ku. Xo'jobod mol bozorida akalar katta shvedlar, qaranglar, bari bo'g'oz, qisir, har xilidan bor ekan. Orqalari ham keng qaranglar. Gazli narsa kelajagi boridan akalar. Xitoylari ham yumshoq bemalol akalar. Molimiz ham yuvosh qaranglar. Orqa oldi har taraflama ushlasalar ham bo'ladi. Egalaridan so'raymiz endi. Kimning moli ekan bu? Sizdanmi? Nech pul berishdi nariga? Ikkovsiga aka narx aytyapti. Ikkoviga narx aytyapsizmi? Nech pul? 80 ming. 80 million. Nech pul berishdi bozor? Berdimi bozor? 70 million qilyapti. 70 million akalar bozor. 80 million narx aytilyapti. 70 million pul beribdi. Necha oylik yo bo'g'ozmasmi bular? Mana olsa 5 oy, narigisi gumon. Ha, mana olsa 5 oy, narigisi gumon. Olib akalar qochirib oladigan bo'lsalaringiz, mana ham go'zal gazli narsa ekan. Bu 5 oylik nechinchi qoringa bu? 2 aka 2. Narigi birinchisigami? Bu ham 2. U ham 2. Ikkinchisiga qisir. Ikkinchisiga qisir ekan. Oldiga siz bir narsa deb qo'ying aka, men olaman. Вообще zo'rmas. Mollarda akalar tanlov ham qarab ol deydiganlarga keldik men qaranglar. Bir-biridan go'zal, baquvvatlari, bo'g'ozlilar akalar. Mana shu ham menimcha bir 3-chi qorinov atrofida. Bu ham katta narsa ekan bu qaranglar. Xitoylarni qarang, Xitoylarni. Ikkita yonma-yon. Sizdanmi bu ikkovi ham? Nech pul ekan bu? 100 million so'mgami bor, mana 8 oylik. Bunisi yaqin. Bunisi yaqin o'xshab turibdi o'zi. 4 yurak mana o'zi. Buchi 8 ta to'lgan. 6 yurak akalar, mana qaranglar. Mana o'zi kuni yaqin o'zi qonni pasayib qolgandan ham bilinib turibdi. Oq tumshuq akalar ikkovi ham. Bular savaymi? Savaymi bular? Manosi ham akalar mo'g'aning katta narsa ekan bu. To'shlarni qarang. To'shlari ham o'ta katta. Molimiz bo'ylari 1.30 dan akalar. 1.30 dan katta narsa. Babbaqlari ham vashi kattadan ekan. Nech pul berishdi bozor? Har xil beryapti, nomer qo'yib beramiz. Nomeringizni qo'yib ko'ring-chi. 97lik. Aha. 834. Ha. 59. 59. Suti bormi buni, yo'qmi suti? Yo'q-a? Sutlari yo'q akalar. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, batta 5 ta akalar, 4 ta shved, bitta simental, avstriyskiy, tozaqon akalar. Bularimiz mana 6 oydan o'tgan dedizlar. 6 oydan o'tgan akalar, bo'g'ozimiz bular. Mo gumon. Bularimiz 7 oy, 8 oylik akalar, mana qarang. To'qol, shved, germanlar. Nechtadan suti bor? Anon 25 ta. Anon 15 tadan oshiq suti bor, mana qarang, avstriyskiy tozaqon akalar. Общий 50 milliondan 250 millionga 5 dona sotilibdi akalar, mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Katta narsalar. Bir-biridan baquvvat, bir-biridan go'zal narsa.